Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Arshidin Ediqot. Tövəndə vətənimiz Şərqi Türkistan və dünya gün tərtibiga aloqador muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qani diqqətinizlar ekranimizda bo'lsin. Xitoy Angliya parlament a'zolarini jazo tizimligidan chiqarishni o'ylashmoqda. Xitoyning 2021-yili Uyg'urlar haqida Xitoyni tanqid qilgan Angliya parlament a'zolariga yurgizilgan jazoni bekor qilishni o'ylashayotganligi ilgari surilgan bo'lib, bu Angliya Xitoy munosabatidagi so'g'uqchilikning pasayayotganligining yangi ifodasi deb qaralmoqda. Muhofizatchi gazetining 15-iyuldagi maxsus xabarida qayd qilinishicha, Angliya hukumatidagi ikki xabar manbasi Xitoy rejimining 2021-yili Sharqiy Turkistondagi inson haqlari dafsanchiligini ayblagan parlament a'zolariga yurgizilgan jazoga qayta qarab chiqayotganligini bildirgan. Bu o'zgarish oldingi hafta Xitoyning muavin bosh ministri Xi Feng va savdo ministri Wang Wintao qatorliq bir qism yuqori darajalik amaldorlari Angliyaga ziyoratga berib, hukumatning yuqori darajalik arboblari bilan suhbatlashgandan keyin o'tirg'a chiqqan. Xitoy Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik qatorliq masalalarda Xitoy rejimini kuchli tanqid qilganlardan o'ch olish uchun 2021-yili mart oyida Angliyaning 5 parlament a'zosini o'z ichiga olgan 9 shaxsga va Uyg'ur sud kollegiyasi, Xitoy tadqiqot guruhi, Konservativlar partiyasining inson haqlari komiteti va S8 advokatlar birlashmasi qatorliq 4 organga jazo yurgizgan edi. Xabarda bildirilishicha, navbatda Xitoyning bu jazoning hammasini bekor qildiganligi yoki bir qismini amaldan qoldirganligi aniq emas ekan. Xitoyning Angliyadagi bosh elchixonasi bayonotchisi bu haqda ifoda bildirib, Xitoy hamisha Angliya bilan munosabatni taraqqiy qildirishga ahamiyat berib kelgan. Hozir Angliya Xitoy munosabati aktiv taraqqiy qilyotidi degan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Go Jakun bo'lsa tunugun muxbirining bu vaqtdagi savoliga javob berganda bu masaladan xabari yo'qligini, ammo ayni vaqtda Angliyaning boshda Xitoy organlari va shaxslarga yo'lsiz jazo yurgizganligini, Xitoyning buningga qarshi tadbir qo'llanganligini da'vo qildi. Xitoy yana bu yil aprel oyida Uyg'urlar masalasida Xitoyni tanqid qilganligi sababli 2021-yili jazo tizimiga kirgizilgan Yevropa Ittifoqining 5 parlament a'zosiga yurgizilgan jazoni amaldan qoldirgan edi. Ikkinchi navbatlik Xitoy O'rta Osiyo boshliqlar yig'ini Qozog'istonda ochildi. Xitoy O'rta Osiyodagi ta'sir kuchini zo'raytayotgan va texmo kengaytirishga urinayotgan bir vaziyatda, ikkinchi navbatlik Xitoy O'rta Osiyo boshliqlar yig'ini Qozog'istonda ochildi. Xitoy bu fursatdan foydalanib Sharqiy Turkistonga aloqador soxta tashviqotini kuchab bozorga soldi. Qozog'iston xalqaro agentligining xabar qilishicha, 2 yilda bir qitim o'tkaziladigan Xitoy O'rta Osiyo boshliqlar yig'inining ikkinchi navbatligi 17-iyun Qozog'iston poytaxti Ostonada boshlangan bo'lib, Xitoy raisi Shi Jinping oldingi kuni Qozog'istonga yetib borgan. Mazkur yig'inga Xitoy va O'rta Osiyo ellaridan har qaysi sohalardagi 1000 dan ortiq vakil qatnashgan. Bugungi yig'inda Xitoy va O'rta Osiyo davlatlari 35 turlik hamkorlik kelishimi imzolagan bo'lib, umumiy qiymati 17 milliard Amerika dollaridan oshadi ekan. Qozog'istonning muavin bosh ministri va iqtisod ministri Serik Jumang'arin boshliqlar uchrashishining savdo ishlari yig'inda so'z qilib, bultur Xitoy bilan O'rta Osiyo davlatlari o'rtasidagi savdo miqdorining 95 milliard dollarga yetganligini, buning ichida Qozog'iston bilan Xitoyning savdo miqdorining 44 milliard dollarni eglaydiganligini bayon qilgan. 16-iyun Qozog'iston davlatlik muzeyida yana Xitoy sayohat yilining boshlanish murosimi o'tkazilgan bo'lib, Xitoy sayohatchilarining Qozog'istonda mehmonxona, sayohat shirkatlari va turlik aslahalar jihatdan texmo yaxshi mulozimatga erishishga qulaylik yaratilganligi bildirilgan. Shu kuni davlatlik muzeyida Xitoy madaniyati tunishtirilgan ko'rgazma o'tkazilgan. Xitoy bu fursatdan foydalanib irqiy qirg'inchilik davomlashayotgan Sharqiy Turkistonga aloqador soxta tashviqotlarni kuchaytgan bo'lib, Xitoy xabarlarida bildirilishicha, Uyg'urlarning hayoti burmulab tasvirlangan kino Shanxaydagi Aygul 16-iyun Qozog'istonning KTK televiziya kanalining oltin vaqtida qo'yilgan va 17-iyun Qozog'istondagi Uyg'urcha televiziya kanali Qadam TV'da qo'yilganligi bu oy ichida har ikki kanalda yana qayta qo'yilganligi bildirilgan. Xitoy bu kinoda Shanxayda yashayotgan bir oila kishilaridan iborat to'qilma voqelikni bayon qilish orqali Uyg'urlarni Xitoy o'lkalariga surgun qilish jinoyatini oqlashga uringan.
tunji navbatlik Xitoy O'rta Osiyo boshliqlar yig'ini 2023-yili may oyida Xitoyning Xi'an shahrida o'tkazilgan bo'lib, ko'plagan hamkorlik kelishimlari imzolangan edi va yig'indan keyin 15 moddalik Xi'an xitobnomasi e'lon qilingan edi. Ayni vaqtda Xitoyning bu muhim yig'inni qadimiy shahri Xi'anga o'rinlashtirishi O'rta Osiyo rahbarlarini kutilish marosimidagi alohida sahna loyihasi va ularni kutilish usuli diqqat qo'zg'agan edi. Xitoy Isroiliyadagi fuqarolarga ogohlantirish uqtirishi tarqatdi. Isroiliya bilan Eronning to'qinishi keskinlashayotgan bir paytda Xitoy rejimi Isroiliyadagi fuqarolarga ogohlantirish uqtirishi tarqatib, Xitoyga qaytib kelishga chaqirdi. Xitoyning Isroiliyada turishliq bosh elchixonasi 17-cheslov uqtirish e'lon qilib, Isroiliyadagi Xitoy fuqarolarining o'z bexatarligiga kafolatlik qilgan asosda quruqliq chegarasi orqali Xitoyga qaytib kelishi yoki chegaradan tezroq ayrilish kerakligini, navbatda Isroiliyaning Iordaniya va Misr bilan bo'lgan chegara eg'izining ochiq holatda ekanligini eskartdi. Uqtirishda Isroiliya bilan Eron o'rtasidagi ziddiyatning davomli keskinlashayotganligi, nurg'un fuqaroviy aslaha qurilishlarning buzilganligi, talafotga uchragan fuqarolarning kunsiri ko'payayotganligi, navbatda Isroiliyaning havo liniyasining yanada taqoq ekanligi va Isroiliya hukumatining jiddiy holatni 30-iyungacha uzatganligi uqtirildi. 7 davlat guruhi Isroiliya-Eron krizisini muzokara qildi. 7 davlat rahbarlari 16-iyun Kanadada jam bo'lib, Eron bilan Isroiliya o'rtasidagi kuchayotgan to'qinish masalasida o'rtaq bir fikrga kelolmaydiganligini muzokara qilishni planladi. Turkiya Ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, Kananaskis tog'lari yezisida o'tkaziladigan mazkur 3 kunlik yig'inda Kanada bosh ministri Mark Carney bu guruhga ichidagi ixtiloflarni eng tuvan chekka tushirishni maqsad qilgan bir kun tartib tayyorlagan. Biroq yig'indan 2 kun burun Isroiliya Eronga qarshi keng ko'lamli tuyuqsiz harbiy hujum qo'zg'ab, dunyoni zilzilaga solgan. Kanada hozir boshqa davlatlar bilan Isroiliya va Eronga o'rtaq bir chaqiriq qilish to'g'risida suhbatlashmoqda ekan. Bayonotda jiddiychilikni pasaytirish talab qilinishi yoki Eronning talash tortishliq yadro faoliyatlari sababli Isroiliyaning o'zini qo'g'dash huquqi borligini bildirishi mumkin ekan. Yevropa Komitetining raisi Ursula von der Leyen yig'indan burun Isroiliya bosh ministri Benyamin Netanyahu bilan ko'rishganligini va Eronni ayblaganligini aytgan. U uzun muddatda suhbat orqali hal qilish chorasining eng yaxshi chora ekanligiga ishonaman degan, lekin darhol urush to'xtatishga chaqirmagan. Trump bo'lsa Isroiliyaning hujumlarini maqtagan va bu hujumlarda Amerika qurollarining ishlatilganligini bildirgan. Tarixdan buyon Eron bilan do'stona munosabatni saqlab kelgan Yaponiya bo'lsa, odatdan tashqari holda Isroiliyaning hujumlarini cho'nqur afsuslanarli deb ta'riflab, bu masalada Amerika va Yevropadagi ittifoqdoshlaridan ayrilib chiqqan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron mo'tadil bo'lishga chaqirib, Eronni Amerika bilan qaytadan suhbat boshlashga taklif qilgan va Tehronni yadro plani sababli jiddiychilikni kuchaytirish bilan ayblagan. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizlarga rahmat. Ertadagi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.